Selam dostlar. Selam selam. Biz bugün Samira bilan tag'in bitta pishga hazırlaymiz. Keks pishiramiz. Ketdik. Bizga 3 yumurta, sıyır mayi, 1 stakan şeker, 1 stakan süt, разрыхлитель ham un. üstün bizer için zahri pudra kerak bo'lacak. İşimizni boshlaymiz, aytli. Eğer Dilerseniz yüzü yoki kakao sola olasiz. Do'stlar, ko'rasizmi? Bizning kekslar pisha. Oy, aytilgan qanbiz. Shayam TV'ning YouTube kanaliga yozilg'iz, ham like qo'ying'iz. kekslarimiz hazır. Kekslarimiz matib bo'lsin uchun zahri pudra solamiz. Temli bulg'an. Shoyatdi va qora. Bularsan shab bola. Do'stlar, siz de shunday kekslarni pishirib qarag'iz. Sog' bo'ling'iz.